paltidagi pi bu harfning talaffuz qilinishi mundaq. Pi Endi bu harfni o'z ichiga olgan misollarni ko'rib o'tamiz. Pi'ning beshidan ulinadigan shakli. Misol Pasha. Pi'ning bosh va oyog'idan ulinadigan shakli. Misol Toshbaqa. Pi'ning oyog'idan ulinadigan shakli. Misol Yip. Pi'ning ayrim shakli. Misol Top. Tuanda biz rasmga birlashtirib, yuqorida o'rganib o'tgan harfning to'g'ri yozilish tartibini mashq qilib o'tamiz. Pasha Pi harfining beshidan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Toshbaqa Pi harfining bosh va oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Yip Pi harfining oyog'idan ulinib keladigan shaklning yozilish tartibi. Top Pi harfining ayrim shaklining yozilish tartibi. Kichik do'stlar, tuandagi so'zlarni menga aytib o'qinglar. Pat, tap, pas, pan, pash, put, top, par, ta, parta, ar, pa, arpa, pa, sha, pasha. Turpan Vadisi. Turpan Şinjan Uyghur Abnum rayonining güzel vadilaridan biri. Turpan üzümning kani. Turpan üzümü bəhmi şirin bo'lib, butun mamlakatimizga va dunyoga dangliq. Turpanda yana paxta terildi. Turpan paxtasini bək dangliq. Turpan nihoyat qadimiy, güzel shahar bo'lib, bu joyda qadimki asar atiqlar ko'p. Shunga har yili bu yerga ishki o'lkalardan va chet ellardan minglagan mehmonlar kelib ekskursiya qilib turadi.